Salom do'stlar, sizlar bilan yana Fundol Gaming. Bugun biz server ochishni o'rgatamiz. Bu yerda 10 ta server bo'lishi kerak. Siz xohlaganingizga tanlab o'shanga kirasiz. Sizda Wi-Fi yoniq bo'lishi kerak. Mana o'zi registr qilyapti. Bu yerda ozguncha kutasizlar. Kanalga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Kirdi. Bu yerdan xohlaganingizni tanlaysiz. Hozir ozgincha kutib turasizlar. Mana o'zi serverga kirishni boshladi. Agar sizlarda locating server yozuvsi chiqsa, sizlarda aniq serverga kiradi. Yo bo'lmasam sizlarda serverning versiyasi juda tepa bo'lishi ham mumkin. Mana men bu yerda login parolni qo'yib bo'lganman. Hozir sizlarga o'rgatib o'taman qanday qo'yishni. Bu yerdan spawn bo'lgan joyingizda qo'shiq aytadigan narsa bor. O'shani ustiga bossalaring sizga tasodifiy boylik beradi. Hammaga xayr. Bugungi videom shu.